Assalomu alaykum hammaga. Bugun 15-mart soat 4 bo'pti. Madaniy turizm YouTube kanalimga 6 oylik tanaffusdan so'ng qaytdim va Ko'kaldosh bilan bu safargi obzor birinchi videomizdan farqli o'laroq mana shunaqa mayda detallarga bo'lingan holda bo'ladi. Bu yoq hali ham madrasa bo'lib faoliyatini yuritadi. Ikkinchi etajda bolalar tahsil olishadi. Bu yoqqa chiqish mumkin emas, faqat boshidan kirib qaytiladi. Kirish bu yoqqa oddiy odamlar uchun 5000 so'mni tashkil qiladi. Xo'p, kirgan yerda chapga yo'l bor va mana bunaqa o'ngga yo'l bor. Bunaqasi Mirarab madrasasida ham xuddi shunaqa, ko'pincha madrasalarda xuddi shunaqa bo'ladi. Biz o'ng tarafdan kirdik. Mana bitta zina bor. Agar chap tarafdan kirganimizda ham zinaga guvoh bo'lgan bo'lardik. Xo'p. Bu yerda zinasini farqi Mirarabnikidan kichkinaligi bilan ajralib turar ekan. Mirarabda juda ham katta edi. Biz qizlar bilan borganimizda qizlar chiqishga qiynalishgan edi, ha. Ishlarning oralari. Bu yoq qorong'ulik. Demak, eshik yopiq. Men ko'rasizlar, qalinligini qaranglar. Ishlar oralari. Tepada qanaqa joy bor? Bu yoqqa kelib zina maydalashgan. Mana bu to'siqlarga teginish mumkin emas. Mirarab madrasasida mana bunaqasiga borib puant bilan tugirdi. Bu yoqdan kirsangiz mana bunaqasiga borib puant bilan tugirdi, lekin Ko'kaldoshda ruxsat yo'q bu yoqqa o'tishga. Bu yoqqa o'tishga ruxsat yo'q, chunki bu yerda talabalar tahsil olishadi, xalaqit berib qo'yishligimiz mumkin ekan. Video qisqa bo'ladi, mazmunsiz bo'ladi. Gapirayotgan gaplarim asosan quruq gaplardan iborat, sezib turganingizdek. Shunchaki tomosha qilinglar. Bu buzilayotgan Chorsuv mehmonxonasi darvoqe, shuni yaxshilab ko'rib olinglar. Oradan bir necha yil o'tib ko'plab yoshlar buni videoda ko'rib hayron qolishadi. Bunaqa joy yo'q edi ko'rib. Mana burchi nima qilingan? Kirish bo'yicha shotdan kirdik. Bu yoqda yo'l yo'q. Yo'l yo'q. Yo'l bor ekan. Mirarabda yo'q edi. O'shanga o'xshashimkan deb o'ylab yo'q dedim. Seni yo'l ko'rsatdi.
Qale bir kelib ko'rib ketishga arziydi, ha? Kirish bor yo'g'i atiga 5000 so'mni tashkil qiladi. Bemalol bitta odamni sig'adi bu yoqqa. Bu yerdan tushsa ham bo'ladi. Bo'ladi bu yerdan tush. Xullas tushunganinglardek, men bunaqasiga borib Xuvantdan chiqsa bo'ladi. Lekin mayli, bitta borib ko'raylik o'sha yerga. Chet ellik sayyohlarmi? Kech payt yopiladi. Bu yoq mana ko'rganinglardek qizil to'siq lenta bilan taqiqlab qo'yilgan ki bu yoqdan bu yoqqa qarab, ya'ni talabalar tahsil oladigan joylarga qarab borish mumkin emas. Bu yoqda duradgorlarning ustaxonalari bor. Shu o'tguncha sal ehtiyot bo'lish kerak, chunki juda ham yaqin, mana bosh sho'rib olish mumkin. An average 100 students. Git soqoli zo'r ekan. Izoz. Yur. Qaytga. Bormaysan. Shu bilan ham chiqib ketamiz. Hayot qaynayaptimi? Chorsuv mehmonxonasi. Xayr, sog' va salomat bo'linglar. Mazmunsiz videomdan rozi bo'linglar.